arzon variant chiqdi. Ukalar, boshqa uylarni ko'rishni hozircha chetga surib turing. Mana sizga zo'r bitta variant topib qo'ydim. Umumiy hisobda 3 sotix yer maydoniga qurilgan, yashash maydoni 145 kvadrat metrdan iborat, to'rxona, ikkita sanuzel, oshxona, podval qismiga ega. Xonalarning keng va yorug'ligini qaranglar. Har bir xonada panoramli oynalar mavjud, yorug' va keng qilingan. Patologlar ham balandligini qarang. 308 ekan, adashmasam. Razmerlari patologimizni qaranglar. Tayyor, kelasizlar, shundoq yashaysizlar. Mana bu joyda sanuzel bo'ladi. Umumiy yuvinish xonasi to'g'rirog'i. Qaranglar, kattaligini yuvinish xonalarini ham 100% pishgan g'ishtda qurilgan, hattoki tashqari devorlariga ko'pchilik ishlarga bo'lib ishlatishadi, lekin egalari pishgan g'isht ishlatishganiga hovlisini ham qaranglar, juda ham chiroyli, sifatli qurilgan bilinib turibdi. Bu yoqda hovlimizdan kirganimizda mashina qo'yadigan joylarimiz bor. O'zingizlar navis qilsanglar, yanada hovliga ko'rib beradi. Bu yoq tarafimizga letniy kухnyaga sharoitni qoldirilgan ekan egalari. Mana endi keng ko'radigan xonamiz mana bu joyda joylashgan. Bu joyimizda ko'rib turganlaridek kattagina oshxonasi joylashgan. Oshxona mebel texnikalari ham jihozlangan, panoramli oynalar. Qaranglar zo'rligini. Agar sizga xonadon yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, mana shunaqa xonadon qidirib yurgan bo'lsangiz, hoziroq egalariga aloqaga chiqib, tepasida kelib baraka qilib oling. Lekin zo'r variant. Mana bu joyda kattaroq yotoqxonasi o'zining ichida sanuzel ham joylashtirib ketilgan. Zo'r. Endi bundan ortiq xonadon bo'lmasa kerak. Narxi $114,000, okalar. Zo'r narxi ham. Egalar tarafidan $114,000 so'ralgan. Mana shu xonadonimizning manzili Shahramonkursdan kirganda Shodlik to'yxonasining orqasidagi mahal katta ko'chaga ham taxminan 100-150 metr masofa ichkarida joylashgan, lekin lokatsiyasi zo'r. Egalariga aloqaga chiqib tepasida baraka qilib borasizlar.